Do'stlar, sizlar bilan bugun men Zerveksuz. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz Vyjvaniyamizning 3-qismini olamiz. Eee, Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Yo'qolsam videoni boshladik. Bugun biz albatta xazinani qidiramiz va yana bir ikkita narsalarni qilamiz. Xo'sh, birinchi navbatda biz kravatga bosib qo'yamiz va qayta tug'ilish nuqtasi o'rnatildi degan yozuv chiqadi. Birinchi navbatda biz emon daraxtini olib, uni maydalab eshik yasab olishimiz kerak. Narsamizga eshik kerak, uyimizga eshik va bugun tomni ham yopamiz. O'tgan qismda aytganman, tomni ham yopamiz deb. Hop, birinchi navbatda hozir biz mana bularni qo'yib olamiz. Minecraftdan chiqib ketganim ozgina bug qolibdi, narsalarni qaytadan qolibdi, mayli. Hop, bir ikkita narsalar o'sibdi. Xazinani yana qidiramiz, do'stlar. Hop, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Keyingi videolar chiqishi uchun bitta obunachimiz iltimos modlar obzor qiling deb yozib qoldiribdilar. Hop, modlarni obzor qilaman. Faqat shu videoga atigi 5 ta dona like va 2 ta dona yangi obunachi kelsa, biz 30 ta obunachi bo'lamiz, do'stlar. Bu narsani odamlar, boshqalar ham, ya'ni kanalimda aktivlar ham biladi bu narsani va xazinani bir safar topamiz. Mana bu yoqqa kelib olamiz deb davlat. Mana shu yerdan qazishni boshladik. Qaziymiz va yana qaziymiz, do'stlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Sizlarning obunangiz menga katta motivatsiya bo'ladi. Hozir yana qo'yamiz. Mana shu yerdan qo'yamiz, zo'r chiqib qolsa. Hop. Mana xazina xaritasi. Nafas olib olay. Hop, ichida nima borligini ko'ramiz hozir. Va do'stlar, 3 ta olmos bor ekan. Bu juda ham yaxshi. Yangi yutuq olmoslar. Temirlarni ham olamiz albatta. Mana bu baliqlarni ham. Do'stlar, hozir men o'lib qolaman-ku. Nafas yetmay qoldi, do'stlar. Shu paytda yomg'ir ham yog'aradimi ya? Mayli. Hop. Nimani unga aralashtirar ekan? Tezroq bo'lib, mana tuprog'ini unga aralashtiraman. Va tepaga chiqamiz. Nafasim yetdi, do'stlar. Hop. Mana bu pishilgan lososni yeb olamiz, ya'ni baliqni. Hop. Keyingi qiladigan ishlarimiz esa hozir bitta fermaga qaraymiz. Daraxtlar o'sganini tushunamiz va bugungi qismda nima qilamiz, do'stlar? Bugungi qismda nezerga o'tishga harakat qilamiz, chunki bizda olmoslik kirkaga olmoslar bor yetarlicha, ya'ni 3 ta olmos bor. Ko'rgan bo'lsangizlar yoki bir ikkita obunachim e'tibor bergan bo'lsa, sunduqdan 3 ta olmos chiqdi. Sunduqdan 3 ta olmos chiqdi. Mana bu gulni ham yerga qo'yib qo'yaylik. Bunday qilib almashtiramizda mana bu gulni tashlab yuboramiz. Bu gulni ekishim ham mumkin, lekin bo'pti, mayli. Mana shu yerlarga ekib qo'yamiz, do'stlar. Hech narsa qilmaydi. Shu chekkalarga ekib qo'ysak, hop. Bu video qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Hop, uyimizga kiramiz albatta. Sunduq yasaymiz bitta. Hop, mana hozir yasayapmiz. Hop. Sunduqni yasaymiz va mana bu yerga qo'yamiz. Keyin esa bizda hozir 21 ta olmosimiz borligidan foydalanib bitta chelak yasaymiz. Chelak yasaldi va hozir ortiqcha narsalarni sunduqqa solib qo'yaman. Sunduqimiz albatta katta bo'lishi kerak, yo'qolsam hech narsa sig'may qoladi. Bularni hammasini ekib qo'ymanman. Mayli. Hop, sunduqni olamiz. Aytgancha, mana shu videoga 5 ta dona like bilan 5 ta dona like va 2 ta yangi obunachi kelsa, yangi video aniq chiqadi yoki bundan keyin sirazi narsalar obzor qilaman, ya'ni modlarning obzorini
videosini tashlayman. Albatta sizlar uchun. Xo'p, do'stlar, mana bu yer narsalarni, ya'ni keraksiz narsalarni mana shu yerga tashlab qo'yapman. Bular bo'ldi, endi bizga kerak emas. Xo'p, bizga kerakli narsalar mana shular. Bular orqali biz nezerga o'tamiz. Bu ham kerak, ya'ni tayoqlar. Uxlab yuboramiz bitta. Hop, bugungi qismlarda nezerga boramiz, tomni yopamiz. Birinchi bo'lib nezerga borganimiz yaxshiroq deb o'ylayman. Olmos kirka yasaymizda va hozir narsaga nezerga o'tishga tayyorlanamiz. Hop, chelak kerak, ya'ni speedrunlangan, ya'ni andaqa artefaktga o'xshab turib, andaqa lava ko'li bor edi. O'tgan qismni, birinchi qismni ko'rganlar bo'lsa, birinchi qismda mana shu lavani oldida paydo bo'lganmiz. Hozir biz ham lavadan shuna portal qurib yuboramiz va nezerga o'tamiz, do'stlar. Nezerda nimalar bo'lishini keyingi videolarda ko'ramiz. Hozircha shuna nezerga o'tsak bo'ldi. Faqat mana bu yo'llarni yopib qo'yaylik. Yo'qolsam rasvo qilamiz lavani. Xo'p. Noviganing kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar, chunki ular menga kanal ochishga yordam berganlar. Shuning uchun ularning kanallariga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lgan bo'lsangiz kattakon rahmat sizlarga. Va mana portal qurishni boshladik. Olamiz chelakni va mana bu yerdagi blokni sindirib qo'yamiz. Olamiz. Qo'yamiz. Olamiz. Qo'yamiz do'stlar. Shuna qilib hozir portal qurib yuboramiz. Shuna portal qurgunimcha sizlar videoga like bosib kanalga obuna qo'yinglar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Obunachilar. Buni ham olamiz. Tuproqni birozgina yordam kerak bo'lib qoldi. Buni, ya'ni bu blokni sindirib tashlaymiz va hozir mana bu lavani olib mana bu yerga tashlaymiz. Shuna qilib hozir bir pasta portal quramiz. Ungacha sizlar obuna bo'lib qo'yinglar videoga. Videoga demak, kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'yinglar. Xo'p, do'stlar, hozir biz mana bu portalni qurib bo'lay dedik. Shuna hozir yana 3 tacha blok tashlasam bo'ldi. Ya'ni 3 tacha chelak tashlasam bo'ldi. Mana buni olamiz, bu yoqqa chiqamiz. Lavani qo'yamiz. Bo'ldi. Endi 2 marta borib kelsam shun bilan bo'ldi. Bu lavani olamiz. Boltani olamiz, chunki mana bu lava qo'limdan chiqib ketib, yana boshqa yoqqa obsidian bo'lib yomon bo'lib ketmasin, 2 soat sindirib o'tirish kerak. Bo'pti, mana portalimiz tayyor do'stlar. Shuna qilib oson uslubda portal qurdik. Bu juda ham yaxshi. Siraz 3-qismdanoq portalimiz bor. Aytgancha men hech qanaqa set termaganman. Shuni oldindan aytib qo'yib, 1-2 talar set terdi deb o'ylasa, yo'q, men hech qanaqa set termadim. O'zim paydo bo'ldim. Yo'qolsam, agar ishonmasangiz, boshqa videolarimda ham hardcore vyojivaniya qilsak, yangi merni ko'zingizni oldida yaratib beraman. Bo'pti, o'zi bizga birinchi navbatda graviyni maydalangani kerak, ya'ni ishlatilgani. Zhig'alka yasalsa bo'ladigani kerak. Nomini bilmayman. Nima bo'lishini mana. Chaqmoq tosh bo'lar ekan. Chaqmoq tosh kerak bizga, chaqmoq tosh. Mana bu esa yondirgalka. Chaqmoq ekan buni nomi. Chaqmoq deyiladimi? Mayli, chaqmoq deyilsa deyilaversin. Hech narsa qilmaydi. Tilim sepidan chiqib ketyapti. Ko'p gapirganimga nima balo. Hop. Portalni aksiyalashtiramiz va uyga kerakli narsalarni tashib, uydan kerakli narsalarni olib, keyin hozir portalga kiramiz va qayerda paydo bo'lganimizni ko'ramiz. Bug'doyni joyiga solib qo'yamiz. Bilan, ya'ni go'shtlarimni olaman, buni ham olaman.
ko'mirni olib joyiga qo'yamiz buni. Pigleylar bizga tegmasligi uchun oltin biroz bizga ketmonimiz kerak emas va yangi narsalarni yasash uchun bizga tayoq kerak. Hop, yangi narsalar deganda nimalarni nazarda tutdim? Bu temir qilinch albatta hamda har doim kerak bo'ladi va temir bolta. Hozir kirka ham yasaymiz. Temir cho'kkichmi bir balo. O'shalarni yasab bo'lganimizdan keyin bitta shilt, ya'ni qalqon yasashimiz kerak. Qalqon uchun bizga temirlar kerak bo'ladi. Hozir temir bilan ozginagina taxtalar kerak bo'ladi. Hozir taxtalarni olaman. Ya'ni bu yerdagi daraxtlarni chopib, taxtalarni olib olaman. Va nezirga o'tayamiz bemalol. Bemalol nezirga ham o'tayamiz. Undan oldin aytganimdek kerakli narsalarni yasab olish kerak. Xo'p. Yasash uchun bizga eman daraxti. Hop, bizga eman daraxtidan 6 ta donami kerak bo'ladi. 6 ta dona kerak bo'lar ekan. Hop, mana bunday qilib, agar Minecraftni yangi boshlaganlar uchun qalqonni mana shunday yasaladi. Javada ham, Bedrockda ham. Hop, biz bularni olamiz va mana bu yerda temir oltin quymalarni oddiy oltinga aylantirib olamiz. Keyin esa pechkamga hozir ko'mir bilan go'sht solaman, o'shalar pishgunicha mana bu pishilgan treskani yeb turaman. Hop, mana bu cho'plarni ham, ya'ni tayoqlarni ham bu yerga, bu eman daraxtini ham bu yerga qo'yaman. Eski narsalarimizni esa mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Biror narsaga kerak bo'lib qoladi eski narsalarimiz va oq kravatni ham bu yerga qo'yib qo'yaraman. Hech narsa qilmaydi, ana shu yerda tursa va mana ikkita nima? Ko'k nur degan gulni ham mana shu yerga qo'yib qo'yaman va temirimizni mana bu yerga solib qo'yamiz. Oltin quymalari bizga albatta kerak bo'ladi va mana bu yerdan steklarimizni olib olamiz. Yaxshi, endi biz safarga tayyormiz va biz ketdik. Ya'ni bitta nezirni qarab chiqamiz. Ponni aylanmaymiz bu qismda. Prosta qanday omadli joyda paydo bo'lganimizni ko'ramiz. Qanday omadli joyligini esa kirgandan keyin bilib olamiz. Hop. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, ovqatni yeb bo'lmayapti. Hudud yuklanmoqda. Ya'ni nezir hududi yuklanmoqda. Mana kirdik. 7 qat yer ostida degan achievkani bizga berishdi. Hop, biz hech qanaqa omadli joyda paydo bo'lmaymiz. Gaz. Yaramas gaz. Menga tega ko'rma. Do'stlar, menimcha sekin suramiz shekilli bu yerlardan. Chota suramizga oshqayapti-da, chunki ana bu yerda buzilgan portal bor ekan. Mayli, xo'sh. Birinchi navbatda biz ana bu pigleylardan qochishimiz kerak. Mana bunaqa pigleylardan, ya'ni oltin narsa kelmaganimiz uchun ular bizga tegishadi. Hop, pigleylardan va qochamiz va nihoyat mana shu portalni oldiga kelib oldim va bu portalda 24 ta oltin, obsidian chaqmoq chiqdi va mustahkamlik 3 ga sehrlangan nima chiqdi? Albatta oltin kirka chiqdi. Mana bu oltinlarni ham olamiz. 2 ta dona oltin ekan. Bu juda ham yaxshi, ya'ni 18 ta oltin degani. Mana yaramas pigini menga narsa olmoqchi bo'lyapti. Ana shu menga obuna bo'lmagan, shuning uchun mana shu lavada kuyib ketdi. Menga obuna bo'lganlar esa lavada kuymaydi albatta. Hop, hozir biz mana ularni olamiz va mana bu energiya yo'lga xullas yo'l qurishimiz kerak va bu yerlardan yaqinroq qursak ham hech narsa qilmaydi. Noto'g'ri qilib qo'shim aniq edi. O'tib oldik esal omon. Ana bu yerda esa bizni Gaz amaki assalomu alaykum deb kutib turibdilar. Gaz amaki, yoqqa keling.
Ya bu yerlardan o'tamiz. Ana bu yerda ham piglin turibdi. Oltin qilinchi bor ekan do'stlar. Ye 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 ye. O'ldik. Mayli, sizlar bilan men Zerix bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Qani?